birinchi. Umar versus Ibragimov. Umar bilan Ibragimov o'ynar ekan hozir. Livak olib kirib oladi. Qaranglar, hozir men shu narsani ham sizlarga aytmoqchi edim. Mana Livak, Pivak hech qanaqasiga olib kira olmaydi. Chunki proverkachi odam bor yerda, Livak tekshiradigan odam bor, boshqa TDM'larni tanib, ularni tomosha qilib, qanaqa o'ynash stilini ko'rib yuradigan har xil odam bor. Hammasi kirib, qarab, tomosha qilib o'tiradi. Sal nito narsa bo'lsa, sal nito движение qilsa yoki softdami yoki boshqa odamni kirgizsami yoki o'zi o'ynamasami, avtomatik tarzda naxoy kick. Plus kim agar kirib beradigan bo'lsa, qaysi endi TDMR bo'lsa ham kirib bersa, hozir bu yerda qaysi bir Umar, qaysi bir Ibragim, endi tushunib olaman men buni jo'ra. Diye. Uka chapkunga yurib og'zini yirtib ketdi-yu. Короче, mana nimaga Umarni o'zi ekan, Ibragimov qiz ekan. 67 nima 67 deb yozyapsanlar? Basharingga qo'tamsanlar. Endi nima mana u o'zgarmay qoldi. Diye. Bu yerda bazaga kirib ketish mumkinmi? Nima u bazaga qaytib